Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomiz hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Ayniqsa, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Bu ma'lumotlar shunchaki maslahat emas, balki o'yga 100 minglab, hatto millionlab so'm tejashingizga yordam beradigan, siz bilmagan yangi davlat dasturlari haqida. Bugungi mavzu sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan imkoniyatlar bilan bog'liq. Agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq insonlarga yetib borish uchun juda muhim. Asosiy muammo shundaki, avvallari nafaqaxo'rlarimizning aksariyati faqat o'z nafaqalari bilan kun kechirardi. Davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar cheklangan edi va ular haqida ma'lumot olish ham qiyin bo'lgan. O'zingiz bilasiz, narx-navo oshib bormoqda. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari kundan kunga ko'paymoqda. Ko'plab nafaqaxo'rlarimiz uchun bu og'ir yuk bo'lib tushadi. Ular har bir so'mni tejashga majbur bo'lishadi. Ba'zida hatto zarur narsalardan voz kechishadi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga, balki ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning hayot sifati pasayadi. Ammo aziz do'stlar, aynan shu oyda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator yangi, keng qamrovli va juda foydali dasturlar ishga tushirildi. Bu dasturlar nafaqaxo'rlarning kundalik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga, ularning turmush tarzini yaxshilashga va ularga moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu shunchaki kichik yordam emas, balki haqiqiy iqtisodiy yengillikdir. Bu dasturlarning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarimizning qadr-qimmatini oshirish, ularga munosib hayot kechirishlari uchun sharoit yaratish. Davlatimiz nafaqaxo'rlarimizning uzoq yillik mehnati va hayot tajribasini qadrlaydi. Shuning uchun bu yangiliklar juda muhim. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarimizning oldingi qiyinchiliklarini sezilarli darajada yumshatishga qaratilgan, ya'ni endi ular faqatgina nafaqaga tayanib qolmaydi, balki davlatdan qo'shimcha va jiddiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keling, bu yangi dasturlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu yerda hamma bilishi kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni sizga yetkazaman. Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu dasturlar umuman tegishli emas, bularni ham aniq tushuntirib beraman. Birinchi va eng muhim dastur bu kommunal to'lovlar uchun yangi subsidiya dasturi. Ushbu dastur doirasida ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlarga elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va maishiy chiqindi xizmatlar uchun to'lovlarning bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu ayniqsa qishki isitish mavsumida va yozgi sovutish xarajatlari ortgan paytda nafaqaxo'rlar uchun juda katta yordamdir. Kimga tegishli? Bu subsidiyalar birinchi navbatda yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlarga. Oilaning asosiy daromadi faqat nafaqadan iborat bo'lgan oilalarga, shuningdek, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlarga beriladi. Bu guruhlar odatda eng zaif qatlam hisoblanadi va ularga moliyaviy yordam eng ko'p zarur. Masalan, agar sizning oylik nafaqangiz ma'lum bir belgilangan chegaradan past bo'lsa, bu chegara har yili qayta ko'rib chiqiladi va mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlarida aniqlashtirilishi mumkin, lekin taxminan 5-2 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Siz ushbu subsidiyaga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Kimga tegishli emas? Agar sizning oylik daromadingiz nafaqa va boshqa manbalardan tushgan daromadlar, masalan, ish haqi yoki ijaradan olingan daromadlar belgilangan chegaradan yuqori bo'lsa, yoki sizning nomingizda bir nechta ko'chmas mulk obyektlari, masalan, 2 ta uy yoki kvartira bo'lsa, siz ushbu dasturdan foydalana olmaysiz. Shuningdek, agar sizda zamonaviy avtomobil, masalan, so'nggi 5 yil ichida ishlab chiqarilgan qimmatbaho avtomobil bo'lsa, bu ham arizangizni rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Bu dastur asosan haqiqatda ehtiyojmand bo'lgan nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Keling, real hayotdan misol keltiraylik. Misol 1, Oysha buvi yexil 2 yoshda. U yolg'iz yashaydi, nafaqasi 1.300.000 so'm. Har oy kommunal to'lovlarga o'rtacha 2.000 so'm sarflaydi. Yangi dastur bo'yicha Oysha buviga kommunal to'lovlarning 50%, ya'ni 2.25 so'm subsidiya ajratildi. Natijada Oysha buvi endi 2.25 so'm to'laydi. Qolgan 2.25 so'm esa davlat tomonidan qoplanadi. Bu uning uchun har oyda juda katta miqdordagi tejash degani. Endi u tejagan puliga dori-darmon olishi, oziq-ovqat xarid qilishi yoki hatto nevaralariga sovg'a olishi mumkin.
Bu uning yosh kattaligiga qaramay, hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu subsidiya tufayli Oysha buvi endi elektr toki yoki gazni tejash haqida doimiy o'ylashga majbur emas. Bu uning ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi muhim dastur dorixona va tibbiy xizmatlar uchun chegirmalar va imtiyozlar dasturi. Bu dastur ayniqsa surunkali kasalliklarga chalingan yoki doimiy dori-darmon qabul qilishi shart bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun juda dolzarb. Ushbu dastur orqali belgilangan ro'yxatdagi eng muhim dori-darmonlar va ba'zi tibbiy xizmatlar uchun, masalan, laboratoriya tahlillari, ba'zi bir mutaxassis shifokorlarning qabuli nafaqaxo'rlar uchun sezilarli chegirmalar taqdim etiladi. Ba'zida hatto bepul xizmatlar ham ko'rsatiladi. Kimga tegishli dastur qoida tariqasida barcha nafaqaxo'rlarga taalluqlidir. Ammo surunkali kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan kasalliklar, mana qandli diabet, gipertoniya, astma va boshqalar bilan og'rigan nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar ko'proq va kengroq bo'ladi. Sizning tibbiy kartangizda mavjud kasalliklar va shifokor tavsiyalari bu yerda asosiy rol o'ynaydi. Har bir tibbiyot muassasasida va dorixonada ushbu dastur doirasida qaysi dorilar va xizmatlar chegirmali ekanligi haqida ma'lumot bo'lishi shart. Kimga tegishli emas? Umuman olganda bu dasturdan foydalanishda katta cheklovlar yo'q. Faqatgina imtiyozli dorilar ro'yxatidan tashqaridagi qimmatbaho ixtiyoriy dorilar yoki kosmetik muolajalar kabi tibbiy xizmatlarga bu chegirmalar qo'llanmaydi. Dastur asosan hayotiy zarur bo'lgan dori-darmonlar va tibbiy muolajalarga qaratilgan. Misol 2, Ahmad bobo yig'im-tekis yoshda yurak xastaligi va qandli diabet bilan og'riydi. Har oyda unga insulin, qon bosimini tushiruvchi dorilar va boshqa yordamchi vositalar uchun kamida 500 ming so'm kerak bo'ladi. Yangi dastur bo'yicha Ahmad bobo ushbu dorilarning aksariyatini avtomatik chegirma bilan sotib olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi u dorilarga 200 ming so'm sarflaydi, qolgan 300 ming so'mni tejaydi. Bu uning sog'ligini saqlashda juda katta yordamdir. Chunki avvallari u ba'zan dorilarni tejashga majbur bo'lardi. Bu esa uning ahvolini yomonlashtirishi mumkin edi. Bu dasturning joriy etilishi dori-darmon narxining yuqoriligi sababli yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi va nafaqaxo'rlarimizning sog'lomroq hayot kechirishini ta'minlaydi. Ular endi dorilar narxi haqida emas, balki sog'ligini mustahkamlash haqida ko'proq o'ylashlari mumkin. 3-dastur ijtimoiy himoya kartalari dasturi. Bu dastur ayrim hududlarda pilot loyiha sifatida joriy etilgan bo'lishi mumkin. Ammo kelajakda butun mamlakat bo'ylab kengaytirilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu kartalar orqali nafaqaxo'rlar ma'lum supermarketlar va do'konlarda ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini chegirmali narxda sotib olishlari yoki kartaga yuklangan ma'lum bir pul summasidan foydalanishlari mumkin. Kimga tegishli? Bu dastur asosan daromadi juda past bo'lgan nafaqaxo'rlar va yordamga muhtoj oilalarga qaratilgan. Odatda ijtimoiy himoya kartalari oilaning umumiy daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lgan holatlarda beriladi. Bu oilalar uchun oziq-ovqat mahsulotlari narxining doimiy o'sishi sharoitida katta yordamdir. Kimga tegishli emas? Agar sizning nafaqangiz va boshqa daromadlaringiz yuqori bo'lsa yoki sizning moliyaviy ahvolingiz barqaror deb topilsa, siz ushbu kartadan foydalana olmaysiz. Dastur doirasida mablag'lar cheklanganligi sababli u eng muhtojlarga yo'naltiriladi. Misol 3, Zaynab opa 69 yoshda 2 nafar nabirasi bilan yashaydi. Ularning ota-onasi chet elda ishlaydi. Zaynab opaning yagona daromadi, bu uning nafaqasi taxminan 1 million 1 ming so'm. Bu pul 3 kishilik oilani boqish uchun yetarli emas. Yangi ijtimoiy himoya kartasi dasturi doirasida Zaynab opaning kartasiga har oy 350 ming so'm yuklab berildi. Bu pullar bilan u belgilangan do'konlardan non, un, yog', guruh va boshqa asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini sotib oladi. Bu har oyda uning oilasining oziq-ovqat xarajatlarini 25-30% ga qoplashga yordam beradi. Bu dastur oilaning och qolish xavfini kamaytiradi va bolalarning to'g'ri ovqatlanishini ta'minlashga yordam beradi. Bunday kartalar nafaqaxo'rlarning moddiy ahvolini yaxshilashdan tashqari, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini ham oshiradi. Chunki ular davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini his qiladilar. Endi esa ushbu dasturlarga oid ba'zi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslarga to'xtalib o'tamiz. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi va arizangiz rad etilishini oldini oladi. Birinchidan, dasturlar doirasidagi mablag'lar yoki imtiyozlar miqdori har bir viloyatda yoki tuman shaharda
biroz farq qilishi mumkin. Bu hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari va byudjet imkoniyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumot olish uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi mas'ul idoralarga murojaat qilish muhim. Ba'zi dasturlar pilot loyiha sifatida boshlanib, faqat ma'lum bir hududlarni qamrab oladi. Keyinchalik esa butun mamlakatga tatbiq etilishi mumkin. Bu holatda sizning hududingiz ushbu pilot loyihaga kiritilganmi yoki yo'qmi? Buni aniqlash zarur. Ikkinchidan, arizalarni topshirish muddati. Ko'pgina davlat dasturlari uchun arizalar ma'lum bir muddatda qabul qilinadi. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyingi qabul davrini kutishingizga to'g'ri keladi. Bu esa sizni bir necha oy davomida imtiyozlardan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun dastur haqida ma'lumot olganingiz zahoti imkon qadar tezroq murojaat qilishga harakat qiling. Kechiktirish iqtisodiy foydangizni kamaytiradi. Uchinchidan, hujjatlarni to'g'ri va to'liq tayyorlash. Ariza berish jarayonida ko'pchilik noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar taqdim etishi sababli rad javobini oladi. Har bir dastur uchun o'ziga xos hujjatlar ro'yxati mavjud. Masalan, kommunal to'lovlar subsidiyasi uchun sizdan oxirgi 3-6 oydagi daromadingiz haqida ma'lumotnoma, uy-joy kadastr hujjatlari, yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi hujjat, agar yolg'iz bo'lsangiz, talab qilinishi mumkin. Dori-darmonlar uchun esa shifokor tavsiyalari, tibbiy xulosa va pensiya guvohnomasi zarur bo'ladi. Har doim kerakli hujjatlar ro'yxatini oldindan aniqlashtiring va ularni diqqat bilan to'plang. Hujjatlardagi kichik xatolar ham jarayonni sekinlashtirishi yoki arizangizni rad etishga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, ba'zi dasturlar daromadga asoslangan. Yuqorida aytib o'tganimdek, agar sizning oylik daromadingiz, nafaqa, qo'shimcha ish haqi, ijara puli va boshqalar belgilangan minimal daromad chegarasidan oshib ketsa, siz ushbu dasturlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Bu cheklov eng muhtojlarga yordamni samaraliroq yo'naltirish maqsadida kiritilgan. Shuning uchun ariza berishdan oldin o'zingizning umumiy oylik daromadingizni hisoblab chiqing va belgilangan me'yorlar bilan solishtiring. 5-dan, firibgarlar. Afsuski, har qanday yangi dastur yoki imtiyoz paydo bo'lganda firibgarlar ham faollashadi. Ular o'zlarini davlat xodimlari deb tanishtirib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriya raqami, bank kartasi ma'lumotlari, PIN kodlar so'rashi, go'yoki yordam berish evaziga pul talab qilishi mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni begonalarga bermang. Davlat idoralari hech qachon sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq raqami yoki PIN kodini so'ramaydi. Har qanday shubhali holatda mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlariga yoki huquq tartibot idoralariga murojaat qiling. Rasmiy ma'lumot manbalariga, masalan, pension jamg'armasining rasmiy sayti yoki ishonch telefonlariga ishoning. 6-dan, noaniq nuanslar. Ba'zi dasturlar haqida ma'lumotlar hamma joyda ochiq e'lon qilinmasligi mumkin. Bu dasturlar yangi bo'lganligi sababli ma'lumot tarqatish tizimi hali to'liq shakllanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faol bo'lishingiz va o'zingiz ma'lumot izlashingiz kerak bo'ladi. Mahalla qo'mitalari, tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limlari va pensiya jamg'armasi mutaxassislari bu borada sizga eng to'g'ri ma'lumotlarni bera oladilar. Ularga murojaat qilishdan tortinmang. Ko'pincha dasturlarning tafsilotlari kichik bosma matn bilan yoziladi yoki murakkab terminologiyadan foydalaniladi. Bu esa oddiy insonlar uchun tushunishni qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun savollaringizni aniq bering va tushuntirishni talab qiling. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu yangi dasturlardan foydalanish uchun aniq qadamlar va ko'rsatmalar. Birinchi qadam, ma'lumot to'plash. Qayerga murojaat qilish kerak? 1. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. Pensiya bu yerda eng so'nggi yangiliklar, dasturlar haqida batafsil ma'lumotlar va hujjatlar ro'yxati mavjud. 2. Fuqarolar yig'inlari, mahalla qo'mitalari, mahalla raisi yoki mahalla faollari sizga dasturlar haqida boshlang'ich ma'lumot berishi, arizalar qabul qilishda yordam berishi yoki tegishli idoralar bilan bog'lanishga ko'maklashishi mumkin. 3. Tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limlari. Bu yerda malakali mutaxassislar sizning savollaringizga to'liq javob beradi va arizangizni qabul qilish jarayonini tushuntiradi. 4. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTonkov. Ba'zi arizalarni onlayn tarzda topshirish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa uydan chiqishga qiynaladigan nafaqaxo'rlar uchun qulaylikdir. Davlat xizmatlari markazlari
Bu yerda sizga hujjatlarni tayyorlashda va arizani rasmiylashtirishda amaliy yordam beriladi. Ikkinchi qadam, hujjatlar tayyorlash. Har bir dastur uchun hujjatlar ro'yxati o'zgacha bo'lishi mumkin. Lekin quyidagilar odatda talab qilinadigan asosiy hujjatlardir. 1. Pasport va uning nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi va uning nusxasi. 3. Nafaqangiz miqdori haqida ma'lumotnoma. Pensiya jamg'armasidan olish mumkin. Oilangiz tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma. Mahalla qo'mitasidan olinadi. 5. Agar biror yerda ishlasangiz, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma. 6. Kommunal to'lovlar subsidiyasi uchun oxirgi 3-6 oydagi kommunal to'lov kvitansiyalari. 7. Dori-darmon chegirmalari uchun shifokor xulosasi, kasallik tarixi nusxasi va retseptlar. 8. Ba'zi hollarda uy-joy kadastri hujjatlari agar siz uy-joy egasi bo'lsangiz. Barcha hujjatlar asl nusxada va ularning nusxalari bilan birga bo'lishi kerak. Ba'zi hujjatlar notarial tasdiqlangan bo'lishi ham talab qilinishi mumkin. Oldindan aniqlashtiring. 3-qadam ariza topshirish. 1. Arizani to'g'ri to'ldiring. Ariza shakllari mas'ul idoralarda beriladi. Barcha bo'limlarni aniq va to'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldiring. Agar biror joyi tushunarsiz bo'lsa, mutaxassisdan so'rashdan tortinmang. 2. Hujjatlar bilan birga topshiring. To'plagan barcha hujjatlaringizni ariza bilan birga topshiring. Hujjatlar ro'yxatini nazorat qiluvchi xodim bilan birga qayta tekshirib chiqing. Arizangizning nusxasini saqlab qo'ying. Arizangiz qabul qilingani haqida belgi qo'yilgan nusxasi yoki kvitansiyasini olishni unutmang. Bu keyinchalik arizangizning holatini tekshirishda kerak bo'ladi. 4. Kimga murojaat qilish kerakligini aniq biling. Kommunal to'lovlar subsidiyasi uchun odatda tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limlariga, dorixona va tibbiy xizmatlar uchun poliklinika yoki kasalxonalardagi ijtimoiy xodimga yoki pensiya jamg'armasiga. Ijtimoiy kartalar uchun esa mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlari va mahalla qo'mitalariga murojaat qilish lozim. 4-qadam. Monitoring va kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir vaqt talab qilinishi mumkin. Odatda 15 kundan 3 kungacha. Arizangizning holatini tekshirish uchun belgilangan muddat o'tgandan so'ng murojaat qilgan idoraga telefon qiling yoki shaxsan boring. Ba'zi joylarda arizaning onlayn statusini tekshirish imkoniyati ham mavjud. Agar arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniq so'rab oling va imkon bo'lsa, kamchiliklarni bartaraf etib qayta murojaat qiling. Ba'zida rad etilish sababi shunchaki birorta hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri to'ldirilganligi bo'lishi mumkin. Maslahat, bu jarayonlar siz uchun biroz murakkab tuyulishi mumkin. Shuning uchun oila a'zolaringizdan, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga hujjatlarni to'plashda, arizani to'ldirishda yoki tegishli idoralarga borishda yordam berishlari mumkin. Davlat xizmatlari markazlaridagi mutaxassislar ham bu borada sizga yordam berishga majbur. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Men sizga ushbu yangi davlat dasturlari haqida barcha muhim ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildim. Esda tuting, bu imkoniyatlar sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi, kunlik xarajatlaringizni kamaytirishi va hayot sifatini oshirishi mumkin. Siz bu imkoniyatlardan foydalanishingiz shart. Bilimsizlik yoki harakatsizlik tufayli o'z haqqingizni qo'ldan boy bermang. Bu sizning pulingiz, sizning huquqingiz. Faol bo'ling, ma'lumot to'plang va tegishli qadamlarni qo'ying. Bu juda muhim ma'lumotlar bilan bo'lishganingiz uchun sizga minnatdorman. Iltimos, ushbu videoga like bosing va uni nafaqat o'zingizning yaqinlaringizga, balki barcha tanish nafaqaxo'rlarga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar har bir nafaqaxo'rga yetib borishi kerak. Videoga izohlar qoldiring, o'z fikr va savollaringizni yozing. Biz ularni o'qib chiqamiz va keyingi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz kelgusida ham siz uchun foydali bo'ladigan yangiliklar va maslahatlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni asrang va doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha